Inson o'ziga ishonsagina, o'shandagina omadli bo'la oladi. Omadning tagida sizni hislaringiz turadi. Ishonch hissi. Ishonch siz bilan birga tug'ilib qolmaydi. Hayotimiz davomida biz terib, yig'ib, mehnat qilib olamiz, chunki biz yiqilgan payti paydo bo'ladi. Ishonch, tavakkal bu biz qachonki xatolardan to'g'ri o'rnak olgan odamda ishonch paydo bo'ladi. Bizni haqiqiy omadimiz bu bizni ichki emotsional ishonchimizga bog'liq hisoblanadi. Boshqa narsaga bu bog'liq emas. Bilasizmi, hayotda eng qo'rqinchli insonlar bu o'ziga ishongan insonlardir. Ularning ichida dunyo yashaydi. Ularning ichida shu qadar ko'p narsa borki, ular o'zlari bilan o'zlari ovora, o'zlari bilan o'zlari qiziq. Bunday insonlarga siz qiziq bo'lishingiz mumkin, sizni yaxshi ko'rish mumkin, sizni hurmat qilishi mumkin. Agar siz bu insonlarga xiyonat qilsangiz yoki ularga baxtsizlik bersangiz, u shunday ketadiki, orqasiga qaramaydi. Chunki ichki dunyosi shu qadar to'laki, sizni yo'qotish, uni uchun yo'qotish